Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi videorolikimiz o'sha ajoyib ta'mga ega bo'lgan SSR davrini eslatuvchi mineral suvlar hamda siropli suvlar sotish shoxobchasidan olib boriladi. Ushbu shoxobchani manzili, lokatsiyasini video so'ngida albatta tashlab qo'yaman. Kelib, rohatlanib, suvlarning ta'midan tatib ko'rishingiz mumkin. Haydang hurmatli haydovchi. Obunachilar, ko'zlagan manzilimizga yetib keldik. O'sha afsonaviy gazvada sotish shoxobchasiga. O'tgan yili xabaringlar bo'lsa, bu shoxobchani daryoda manzili boshqa joyda bo'lgan otaxon yurgizganlar Abdubositda. Abdubositda odamimiz yurgizganlar, mana hozir bu shoxobchani o'rni to'xtab qolgani yo'q. Hozir ularning davomchilari bo'ldi. Adresidagi mana akamiz yurgizmoqda. Xuddi o'sha ta'mlar o'zgarmagan, o'sha manzara, o'sha gazvada. Hammasi me'yorida bu, o'sha holida qolgan. Marhamat, mana buni ko'rib o'tamiz. Demak, ilgarigi manzillari Mehrjon 2 bo'lgan, ya'ni narigi tomon. Eski odamlar biladi. Zelena bozor, hammom bo'ladi, hammom oldida. Hozir 20-30 metr beradi. O'shandan 20-30 metr bu betda bo'lib, kinoteatr Vostok bor, kinoteatr Vostok. Hakras Zelena bozor olib qo'ygan. Buni darvozani olib qo'ygan. Ana o'sha Zelena bozor bo'lgan ekan. Mana bu anonsiz aytganlarda bor. Odamlar sen menga har kuni har xil narsa topib ko'rsan, gap topib ko'rsan deb gapirib urishib qo'yadi. Keyin shu odamlarga yoqqani mashinaga bo'ldi, adinlardan bo'lgan. Zo'r bo'lgan. Ta'mi ham zo'rda, o'sha haqiqiy eski morslari yoki degustatsiyani qilamiz. Narx-navosini endi buni mana. Bir stakan, 5 gaz, 5 siropis 3000 ga. Endi aparat ishlaydi. O'sha aparat ishlab bugungi stakan sotiga. Makal 6000. Makal. Makal mana Ushbu shoxobchani asoschisi Abdubosit Doda Mahmudov 2024-yil 30-sentyabr kuni qazo qilgan ekanlar. U insonni haqlariga duo qilib qolamiz. Iloho amin. O'tganlarning oxirati obod bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin. Joylari jannatda bo'lsin. Biz nima deymiz? Otaxonni mana shu boshlagan ishlari to'xtab qolmagan, davomchilari mana qo'yamiz. Yana xuddi o'sha zaylda o'sha ko'rinishda bo'lmasa ham o'sha apparatlar bo'yicha muzokara qilinadi. stakanga mo'ljallanganda mana bu katta bakalga 2 marta qo'yiladi. Oldingi safar ham shu ham qo'yib beradi. Bu apparat stakanga mo'ljallanganda resistor paytiga buni turishligiga mo'ljallasa ham bo'ladi. Buni ichida o'z qo'yish kerak. Endi belgiga bo'lish kerak. Bunaqaga belgiga qilinmagan. Chunki sayzda faqat stakan ta'kidlashardi. Xohlasangiz bitta ichgansiz, xohlasangiz bitta ichgansiz. O'shancha stakan bo'lgan standart bo'lgan. 3 yil ta'kidlanadi. Cho'radi deyman. 1 yilga ham bo'ladi, u roqda. Nima qildingiz endi? Sizning ishlaringizga omad, sog' salomat bo'ling. Hech qachon o'sha davomchi bo'lib, anaqa bu shoxobchalarni yopilishiga yo'l qo'ymaydi. Yo'q, ishlaydi hamma. Ishlarsiz, omad. Sizlarga ham rahmat.